Salom qizlarjonlar, yaxshimisizlar? Sizlarga bitta zo'r layfhak ko'rsataman. Bu layfhak orqali siz bo'yingizda bo'ladigan xolqalar, og'riqlarni bir haftada bartaraf qilishingiz mumkin. Agar buni siz har kuni ertalab bundan namozdan keyin takrorlasangiz, rezultati bir haftada sizni quvontiradi. Ajina saqlanib qilib, repost qilish ham esingizdan chiqmasin. Xo'sh, birinchi qiladigan ishimiz bo'yin sohasida asalkalarimizni ro'z ushlaymiz. Mana shu pozada o'tirgandan keyin oyoqlaringizni mana bu pozada qilib bilsangiz, hammadan yaxshi. Agar bu poza o'xshamasa, mayli oyoqlaringizni tushirgan holda o'zimizni o'zbekona milliy ota-bobolarimiz o'tirgan pozada o'tiriladi. Xuddi shu usulda o'tirib asalkalarimizni ro'z ushlagan holda bo'yin sohasida ishlashni davom ettiramiz. Подбородокlarni tushirib, katta krug qilamiz. Chuqur nafas olamiz. Сделаем большие круговые движения. Katta krug qilib shu usulda 10 marta bajariladi. Keyingi tarafga ham shunaqa 10 marta bajariladi. 1 2 chuqur nafas olib 3. Men hozir 3 ta qilib ko'rsataman sizga. Siz buni 10 tadan bajarasiz. Keyingisi asalkalarimizni ro'z ushlagandan keyin o'ng tarafga qaraladi. Подбородокlarimizni pastga ko'tarib chuqur nafas olib chapga, chapdan o'ngga. 1 2 chuqur nafas olamiz. 3 4 5. Shunaqa qilib holda yelkalarimizni bo'sh qo'ygan holda подбородкаlarimiz o'ng yelkaga qaraymiz, keyin chapga. 1 2 3 4. Xuddi shu usulda 10 marta bajariladi. Keyingisi esa подбородкаlarimiz ko'kragimizga tegadi. Asankalarimizni ro'z ushlab, yuqoriga 1 2 tyanim 3 4 5. Xuddi shunaqa usulda 10 marta bajariladi. Keyingisi yana ikkita qo'llarimiz. O'ng qo'limizni yuqoriga ko'tarib, chap yelkamizni ushlaymiz. Chap yelkani ushlagandan keyin asankamizni ro'z ushlab, подбородкаlarimiz pastga tushmasligi kerak. Chap qo'limiz bilan o'ng tirsakni ushlab, yaxshilab tortamiz. 1 2 3 4. Xuddi shu usulda 10 marta bajariladi. После этого tushiriladi. Xuddi shu chap qo'l bilan ham chap qo'lni ko'tarib, o'ng yelkani ushlagandan keyin o'ng qo'l bilan chap tirsakni ushlab, yana tortamiz. Yaxshilab tortiladi. 1 2 3 4. Shu usulda 10 marta bajariladi. Zayn, mana shunaqa ko'kraklarimiz orqaga, oldinga, yana orqaga, yana oldinga shu usulda krug qilinadi. Katta krug. Buni ham 10 ta bajariladi. Keyingi tarafga ham xuddi shunaqa 10 marta bajariladi. 1 2 chuqur nafas olamiz. 3. Qo'llarimizni yuqoriga ko'tarib, namaste. Qo'llarimizni zamok ushlab, kaftimizni yuqoriga qilamiz u o'ngga chapga 1 2 yelkamiz oldinga, orqaga. Xuddi shu zaylda usulda 10 marta bajariladi. Keyingisi tirsaklarimizni ushlab o'ngga, chapga. Tirsaklarimizni o'ngga, chapga. Bu yerda bizning lopatkamiz ishlaydi, ya'ni bo'yin sohasi ishlaydi. Chuqur nafas olamiz. Keyin shuni o'zini orqaga, oldinga. Yaxshilab 1 2 3 chapga 1 2 3 4 5 10 marta qilinadi. Bu tarafga uzatib, chap qo'limiz bosh ustiga chuqur nafas olinadi. Keyingi tarafga chap qo'limizni uzatiladi. Tizzalarimizni ko'tarmagan holda o'ng qo'limiz bosh ustiga yuqoriga qariladi. Chuqur nafas oladi. И шуны 10 марта bajaramiz. 1 2 2 3 вдох с выдохом 4. Обязательно надо дышать. 4 5 и shu usulda 10 marta bajariladi. Ham to datamay kunetum. Обязательно shu mashqlarni uyda bajarish esingizdan chiqmasin. Обязательно like qilib, repost qilish eslaridan ham chiqmasin. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar.